Bu safar sizga ajoyib yengillik bilan keldim. Ramashkali ichimliklar faqat Fustida bo'ladi deb o'ylarmidingiz? Bu ta'mni siz uy sharoitidagi ajoyib kompotlaringizga qo'shishni bilarmidingiz? Xo'p, e'tibor bilan kuzatamiz. Tozalab yuvilgan, oftobda toblangan bankalarni olamiz. 1 stakandan shakar solamiz. 1 kosada olcha. Tabingizga ko'ra shotut. Diqqat bilan kuzating. Qora tut emas, aynan shotut. Ozroq qizil smorodina, malina va bu kompotni foydaliligini tasavvur qilib ko'ring-chi. Rayhon va miyata yaproqlari albatta qo'shilishi kerak. Rayhon yaprog'i 2 dona, miyata shoxchasini uchidan qo'shamiz. Shunda tahiri chiqib ketmaydi. 2 parra apelsin va 2 parra limon qo'shamiz. Bu kompotni qishda gripp bo'lganingizda, shamollaganingizda shunda ochib ichib yuborasiz. Ramashka gullaridan 2 donadan solamiz. Qaynab shaqillab turgan suvni filtrdan o'tkazib solamiz va otmasligini kafolatlab berish uchun yaxshi krishkadan foydalanasiz. 100 ga yaqin konservalash sirlarini kelib o'rgansanglar ham bo'ladi. Profillarni atmetka qilib qoldiraman. Qon bosimini tushiruvchi, immunitet ko'taruvchi kompotlar tayyor. Diqqat bilan kuzatgan bo'lsangiz, ishonavering, bu kompot mutlaqo otmaydi.